Hammaga assalomu alaykum qizlar. Keling sizlar bilan bir kunlik vlog olamiz. Ertalab turib zavtraklarni qilib, testlarimni yechdim. Chunki bizda yaqinda ekzamen. Keyin shunaqa o'g'lim narsalarini uchuklab kiyintirdim. Bitta joyga boramiz biza. Kstati, shunaqa dvochkamizdan nalichda bor, olishlaringiz mumkin. Bemalol menga yozib. Sifati juda ham zo'r. Keyin o'zim ham kiyinib chiqib, qizlar bilan, sinfdosh qizlar bilan o'tirishga yo'l oldik. Keyin u yoqda o'g'lim boshqa dugonalarimni o'g'li bilan o'ynadi, mazza qilib, biz ham o'tirib chaqchaq qilib qaytib uyga keldik. Uyga kelgandan keyin qarasak, basseynni suvi issiq bo'lgan ekan. O'g'lim ozgina cho'mildi va uxladi. O'g'lim uxlagandan keyin ovqat qildim, chunki uxlamagan payt ovqat qilib bo'lmaydi, umuman ish qilib bo'lmaydi. Sizlarda qanday? Mani o'g'lim oshni yaxshi ko'radi, shuning uchun osh qildim. Sizlar bolalaringiz qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'radi, yozib ketinglar. Keyin ozgina video obzor olib, уже o'g'lim turdi bu paytda. Keyin bog'dan mevalar terib keldik, kompotcha qo'yib, kompotlarni ichib, ujin qilib uxladik.